Xo'sh, bo'lajak biznesmenlar 2025da ham bir amallab tugatib oldik. Endi 2026-yilda qanaqadir biznes qilish kerak. Men bugun sizlarga ochilishi oson bo'lgan bizneslarning birini ko'rsataman. Ungacha siz kanalga obuna bo'lib qo'ying. Bundan-da qiziq bizneslarni o'tkazib yubormaslik uchun biz boshladik. The day I die. Do'stlar, hammaga assalomu alaykum. Bugun yana bir yangi bizneslardan o'rganishga qaror qildik, ya'ni Produktovoy magazin. Bizga bunga uchun yordam beradigan inson Jafar aka, assalomu alaykum. Siz mana shu King Gross do'koni asoschilaridan birisiz. To'g'rimi? Bu ishga kirib kelishingizni oldin nima ish bilan shug'ullangansiz? Hop, men 16 yoshimdan boshlab shu firma sohasida ishlaganman. Детский питание tarqatardi magazinlarga. Shu детский питание tarqatib, do'konlarga kirib, ko'rib, o'quv qilib, o'rganib shu sohani. Birinchi do'konimizda ikkita akamlar borlar, ular turtki bo'lishgan, yordam qilib, ularga boshlaganmiz birinchi do'konimizni. Nimaga iminda mana shunaqa Produktovoy do'kon ochishga qaror qilgansiz? Hop. Shu sohada yurib, shu firmada ishlayotganda ko'rib, do'konlarga kirib, kuniga 30-40 ta do'konga kirib, shu sistemasini bilardim. Ya'ni shu ish ma'qul keldi. Ma'qul kelgan shu sohani bilganingiz uchun. Shu sohani. Hozir turgan adresimiz qayerda? Nimaga iminda shu joyni tanladingiz do'kon ochishga? Hozirga turgan joyimiz Severniy Olmazor. Yo, Jomiga chiqib ketirish, yo Malikidan kelish. Hop, bizga ma'qul kelgani shu ham yo'l yuzi, ham dom bo'lgani uchun biz o'zi aslan yo'l yuzi shunaqa joylardan do'kon qilamiz. Hop, keyin orqadan eshik ochib, shu domga qulaylik yaratib, shu ham yo'l, ham dom bo'lgani uchun mana shu joy ma'qul kelgani uchun. Hop, masalan, shunaqa do'kon ochmoqchi bo'lganlar uchun qanaqadir maslahat bormi joy tanlash masalasida? Hop, endi birinchi o'rinda shu biz ko'ramiz, yo'l qatnovini ko'ramiz, domni shu aylanamiz. Bu dom qanaqa, yo'l qanaqa, patok nechidan keyin 24-70 deymiz-ku. Patok nechidan keyin to'xtaydi, shularni o'rganib chiqib, shunga qarab do'kon ochamiz. Hop, turgan joyimizda inobatga olgan holda mana shu do'koningizda necha kvadrat nech pul arenda to'laysiz? Bu do'konimiz 60 kvadrat. Kvadrat $20. Kvadrat $20dan. Hop, do'kon ochmoqchi bo'lganlar necha kvadrat joydan boshlagani ma'qul birinchi qadamiga? Bizda ham birinchi ochganimiz 15-20 kvadratdan boshlab, juda mana sekin-sekin rivojlanib, 60 kvadratdan 100-120 kvadratgacha ochish. Mana shu do'kon nechta tochkasi bor? 4 ta. Shahar bo'yicha 4 ta. Birinchisi qayerda? Chilonzor. Chilonzorda. Hop, o'sha birinchi ochadiganingizda necha pul bilan boshlagansiz? Hop. Biz karantin payti ochganimizda 2020-yilda bu kichkinaroq edi do'konimiz, 25 ming, 30 ming atrofida ketgan. Biz kichkina bo'lgani hisobiga biz import 80% import bilan shug'ullanamiz. 80% import sotamiz. Import deganda 15 xil 20 xil davlatning molini, tovarlarini sotamiz. Faqat O'zbekiston tovarlari, chetdan keladigan tovarlar ham ko'p. Aslan chetdan o'zimiz olib turib, o'zimiz zakaz berib, Yevropalarga o'zimiz olib kelib, do'konlarimizda sotamiz. Hop, mana shunaqa do'konda sredniy bir oyda kommunal to'lovlariga necha pul xarajat qilingan? Hozir qishda sal arzonroq bo'ladi. Yozga nisbatan, yozda xolodilniklar ishlaganini hisobiga 7-8 millionlar atrofida hozirgi payt shu почти 5-6 millionlar atrofida to'laymiz. Eng asosiysi mana do'kon ochmoqchisiz, lekin qanday qilib davlat ro'yxatidan o'tish mumkin? Qanaqa dokument talab qilinadi davlat tomonidan? Shu yattata, shu birinchi boshlasa, yattata ochgan ma'qul. Bizda hozir 4 ta bo'lgani uchun bizda emchidi, shu
firma. Ko'payganligi uchun. Ko'payganligi uchun. YTT nechta do'kongacha ishlash mumkin YTT bilan? Adashmasam shu 1 million оборот ketadi. 1 million оборот ketyapti. 1 million. Shu 1 milliard оборот ketyapti. milliard оборот ketadi. Bizda shu buxgalterlar bor, shular shug'ullanadi. Buxgalter. Mana shunaqa sohada buxgalter o'rni qanday? Kerakli insonmi? Kerak. Bizda har oy oxirida otчетlarni hamma narsani tashlaydi. Buxgalter bizda aslan ish qiladi. Hop, agar sir bo'lmasa, necha pul nalog to'lanadi do'kon egalari tomonidan? Ular buxgalterlar anaqa chiqarib beradi. Shu bizda to'lanadi. Bundan tashqari bitta do'konda nechta ishchi ishlaydi? Bu do'konimiz 6 ta ishlaydi. 24 soat bo'lgani uchun yopilmaydi do'konimiz. Bizda kunduzi 2 ta bola ishlaydi. Nochda через dendan 2 ta через den ishlatadi. Ularning vazifalari nimadan? Ikkita odamniki. Bitta kassir, bitta o'sha klientga qaraydigan. Zal xodimi. Zal xodimi. Oylik ish haqi necha pulga aylanadi har bitta odamniki? Через den bo'lgani uchun hozirgi boshlang'ich 3 milliondan boshlanadi. Kunduzgi bolalar o'sha 6 milliondan tepaga qarab ketadi. Biz magazin bilan tanishib chiqamiz. Jafar aka, magazin ochilganda qayerdan biladi odam qaysi tovardan qancha olish kerakligini? Biz shu do'konni ochayotganimizda shu fulqa bitta to'ldirib olamiz. Shu keyin yog'ga nima narsa qanaqa ketayotganiga qarab kelamiz. Qancha vaqtdan keyin o'zi joyiga tushib oladi, tovarlarni qaysini olish kerakligi to'g'risida? Shu bir oy ichida bilinadi, nima tovarimiz yaxshi ketyapti, nimasi yaxshi ketyapti, shunga qarab. Shu do'kon ochilganiga qancha bo'ldi? 3 oy. 3 oy bo'lgan bo'lsa, necha xil tovar o'zi almashishga ulgurdi bu yerda? Почти 40% tovarimiz alishdi. Albatta. Yangiliklar o'zi qo'shyapmiz. Odamlarni anaqasiga qarab, talamiga. Mana shu magazinda top tovar nima ko'proq sotiladi? Nimaga ko'proq e'tibor berish kerak? Bizning sohamiz aslan import bo'lgani uchun shu import molimiz, import shikalar, Italiya, Angliya, shu import suvlarimiz hozir yaxshi ketyapti. Endi savol, sizlar tovarga necha protsent ustma qo'yiladi sizlarning tovaringlarga? Bizning tovarga 10% dan boshlanib 25%. 25%. Konkurent masalasi hozirda O'zbekistonda bozori juda ko'p, shunaqa do'konlar, undan katta do'konlar bor, Korzinka, Havasga o'xshagan. Sizlar ularga qanaqa munosabat bildirasiz konkurensiya sifatida? Biz narx-navo bo'yicha ham tashlash olamiz, bu do'kon bilan. Narx-navoimiz qimmat emas, arzon emas. Solishtirsa, bizaniki arzonroq chiqadi. 50 bo'lmasa tovarlar bo'yicha konkurensiya masalasida qanaqa fikrdasiz asosan? Konkurensiyaga qanaqa qaraysiz? Biz konkurensiyaga unaqa qaramaymiz. Biz aslida shu chet el molini sotganimiz uchun bizda ko'p joyda uchratmaydigan narsalar bizda. Men bunaqa tovarlar boshqa do'konlarda kam uchraydi. Asosan sizlarda shunaqa tovarlar. Bizda topilmaydi. Meni qiziqtirgan bitta savol bor-da bu yerda. Shu hamma narsani ko'rib chiqdim, lekin ko'rmagan bitta narsam bor. Nimaga alkogol yo'q magaziningizda? Biz alkogolni o'zimizga endi deb ko'rmaymiz. Unaqa narsa sotishni ham o'zimizga loyiq ko'rmaganimiz uchun unaqa narsalardan yiroq yuramiz. Sotmaymiz. Hop, endi yana bitta qiziq narsa, bu yerda oziq-ovqat mahsulotlari ham ko'p. Mana shularni yaroqlilik muddati har qancha paytda tekshiriladi? Har kuni tekshiriladi. O'sha bizda kunduzi bitta bola ishlasa, ikkinchisini o'sha vitrinaga qarasa, u har kuni sroklar bilan o'sha qarab chiqadi sroklarga. Misol uchun nochda ham o'sha ikkita bolamiz ishlasa, bittasi sroklarga qarab chiqadi. Eng tez sroki kamayib boradigan mahsulotlarga qanaqa munosabat? Ular qanday bo'ladi? Masalan, sroki tugashiga oz qolgan, sizlar tomonidan qandaydir bonus arzonroq sotiladimi yo'qmasa olgan fermerlarga nisbatan obmen tovar qaytarib o'rinladimi? O'sha malochkalarda bo'ladi narsa, shu srok yaqin bo'ladi, bir hafta 10 kun, 15 kundir, shu bir oy
bo'lsa, alishtirib beradigani bor, alishtirib bermaydigani unda minus bo'ladi. Minus bo'ladi. Sizdan rasxod ketadi. Rasxodda ketadi. Hop, yana bitta siz tomonidan beriladigan maslahat. Поставщикlarni qanday tanlash mumkin? Nimasiga e'tibor berasizlar поставщик oladigan payt? Hop, bizni поставщикlarga qarab qo'ygan joyimiz yo'q. Biz o'zimiz qayerdan bo'lsa ham topa olamiz. Misol uchun поставщикga yalinib iltimos qilib o'qimaymiz. Biz o'zimiz topib olamiz, ishlaymiz ham, ishlaydigan yaxshi firmalar bo'lsa ishlayveramiz. Hop, mana shu поставщик keldi oldingizga, siz bilan shartnoma tuzmoqchi. Ularni nimasiga e'tibor berasiz? Nimasi sizni jalb qilishi kerak? Bizga shu import bo'lgani uchun bizga kerakli mol bo'lsa ishlaymiz. O'zimiz ham etokdan, o'tbetdan tortib olib kelib qilamiz. Bo'lmasa поставщикlarsiz ham O'rikzor boshqa bir opti bozorlardan o'zingiz borib tanlab olib kelib ochish mumkin shunaqa do'kon. Ochsa bo'ladi. Поставщик bu narsaga katta rol o'ynamaydi bunaqa sohada. Bu do'konimizni ochishimizga ham почти 10% поставщик bilan поставщикdan mol olganmiz, 90% o'zimiz olib kelgansizlar. Hop, mana shu do'koningizda основной odamlarni qanday jalb qilasizlar? Qanaqa reklamniy platformalardan foydalaniladi? Hop, hozirgi kunda biz Instagram bilan shug'ullanamiz. Instagramimiz yaxshi yuribdi. Instagramni yurg'izamiz hozirgi. Yangi yilda sizlar do'kon tomonidan mijozlarga qandaydir bonus va sovg'alar bormi yo shunga bir tayyorgarlik ko'rilganmi? Hop, shu tayyorgarlik ko'rganmiz. Shu sovg'alar Instagramda ham ko'rganmiz. Siz bu yoqda bor. Sovg'alar yasaganmiz. Xo'p, mana shu sovg'a nimasi bilan farq qiladi? Necha pul bo'ladi shu sovg'ani bitta o'zi? Misol uchun bu sovg'amiz 5 million atrofida bo'ladi. O'sha hammani misol uchun bizada mana 1 million 400 ekan. Bizada o'sha hozir odamlar byudjetiga qarab ham yasaveramiz. Qarang, 1 million 400 dan 14 million 200 gacha hozirgi sovg'alarimiz bor. Hop, mana shu 1 million 400 degan narsangizni agar odamni o'zi отдельно alohida olib yig'sa ham shunaqa bo'ladimi yoki buni ustiga qo'yilgan nimadir? Ustiga qo'ymaymiz, shu tovarlarimiz shu qo'ygan natsenkamizni shu kompyuterga uramiz, necha pul chiqadi, o'sha savat sotib olgan pulimizni qo'yamiz. Ustiga misol uchun pul qo'ymaymiz. Podatkalarimiz ustiga pul qo'ymaganmiz. Pul qo'yilmagan. Demak, agar xohlagan odam kelib, korzinkani olib o'zi yig'ib olsa ham summa almashmaydi. Yo'q, almashmaydi. O'zi tanlab, mana hozir ko'rayotganimiz ham 3 tami 4 ta odamga yig'ib berishdi. Yig'ib berishdi. Xo'p, endi bizani eng qiziq narsa bilan tanishtirsangiz, kassa. Hop, kassamiz. Yana bitta savol, mana shu do'konni remontiga necha pul ishlatilgan? Hop, do'konni remontiga 15 million atrofida ketdi. Remont deganda shu polkalarimiz, chiroqlarimiz yo'q. Yo'q, masalan siz mana shu joyda olganingizda qanaqa sosteniyada olgansiz? Qanaqa remont qilingan? Polni noldan remont qildik. Polni noldan remont qilib, 10%, 20% tayyor edi, u yog'ini o'zimiz qildik. Mana bu mebel, ustanovka hamma narsasiga 15 ming dollar pul xarajat qilingan atrofida. Harakat qilingan. Hop, mana endi kassa. Eng asosiy do'konda kerakli bo'lgan kassa. Bu kassada qaysi programmadan foydalaniladi? Bizda o'sha onlayn programma, e-sport programmasidan foydalanamiz. Bizda ikkita kassa, hozircha bittasi ishlab turibdi. Choy bo'lganiga do'kon ochganmiz. Shu ikkita kassa o'rnatganmiz. Ikkalasi ishlaydi. Mana shu kassa apparati necha pul? Bittasi. Yo, bu o'sha boya programma olgan joylarni o'zi qo'yib berib ketadi. Yo'q. Biz o'zimiz sotib olganmiz. 1000 dollar shunaqa atrofida bo'lishi kerak. 1000 dollar bu onlayn. Onlayn. Bunda bo'ladigan kirim chiqib hamma rasxod o'zingiz tekshirib tura olasiz. O'zimiz tekshiramiz. Primo налоговый ketadi. Primo налоговый ketadi. Hop, endi shunda kassa degan joyga kelganda bitta do'kon sizda necha pul oborot qiladi bir oyda? O'rtacha bu do'konimiz endi yangi ochganimizga o'rtacha 500-600 million qiladi. 500-600 million oyiga. Mana shundan hamma rasxodlarni, tovarlarni olish bilan qisqa qilib aytganda necha foizasiga foyda qoladi? Xo'p, bu do'konni hali o'sha yangi ochganimizga biz hozirgi paytda o'sha 4 oy 5 oy tegmaymiz do'konga. O'sha оборотga kirgunigacha
Keyin savdoga qarab 5%, 10% gacha Оборотdan 5%, 10%gacha. 5% olamiz. Hop, masalan, qaysi summa qancha оборотga chiqqandan keyin siz o'zi uveren bo'lasiz, do'kon yaxshi ishlayapti. Endi shu bizda hozirgi payt anaqa savdo o'ynayapti. Savdo endi pik paytiga chiqqanda o'shanda yaxshi bo'ladi. Nech pul оборот oyiga bitta do'koningiz qilsa, siz o'zingizni xotirjam qilasiz. Endi hammaga ko'p summa bo'lgani yaxshi, nasibaga yarasha bo'lgan. Nasibaga bo'lgan yaxshi. Hop, mana shunaqa do'konlarda sezon qaysi payt asosan? Biz yanvarning sezonini bilamiz. Do'konchilarimiz hammasi bilsa kerak. Yanvar o'zi uchun sezon. Men o'zim qishning sezoni deb o'ylayman. Qishning sezon. Men o'zimning fikrim. Bahor, yoz, kuz sezon. Yoz, kuz sezon. Yoz mana sezon payti, sezon bo'lmagan paytda asosan qanaqadir o'zgarish bo'ladimi do'konda yoki prosta sabr qilinib vaqt o'tishini kutiladimi? O'zgarish ham qilamiz, sabr ham qilamiz. Sabr ham qilish kerak. Demak, shu bir oyda где-то 800 million оборот bo'lsa bitta do'konda bu o'zi yaxshi urovingga chiqadigan degani. Do'kon. Hop, bo'lajak biznesmenlar mana sizni ko'rib turadigan odamlar shunaqa ish boshlamoqchi bo'lganlarda siz tomonidan qanaqadir maslahat bormi? Shu birinchi o'rinda ota-onaning duosi. Ota-onaning duosini olish kerak. Yo'g'iga tavakkal qilib, ish bosib olish kerak. Bo'ladi hamma narsa. Ko'p kommentga beriladigan savollardan bittasi bor. Birinchi pulni qayerdan olish kerak? Birinchi pulni endi mani o'zimda ikkita akam borlar, akamlar yordam qilish. Hop, akasi bor sizda yordam qilishgan. Kreditmi yo ishlab topish kerak? Ishlab topish kerak. Kredit yomon narsa. Yomon narsa. Maslahat bermaysiz. Maslahat bermayman. Ishlab topib, mehnat qilib shu joyga chiqsa bo'ladi, bemalol. Hop, necha yilda yo oyda bitta do'kon o'zini oqlay oladi desa bo'ladi. Hozir misol uchun biz ochganmiz, o'zini o'zi oqlayapti. O'zi 4 oyda, o'zi 3 oyda shu o'zini o'zi oqlash keladi. Undan uyog'i o'zi foydaga sekin ketadi. Sizga katta rahmat, kerakli sovet bo'lsin. Ko'rishguncha yangi yillarni yaxshi kutib oling. Hammamizga baxt omad olib kelsin. Sog' bo'ling. Mana biznesmenlar, do'kon ochish haqida ma'lumotga ham ega bo'ldik. 2026-yilda shu narsani reja qilganlar, rejasini bajarish uchun yaxshi ma'lumot bo'ldi. Biz siz bilan xayrlashamiz. Bizni yo'qotib qo'ymaslik uchun kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Like, komment esdan chiqmasin. Yangi yil hammaga yangi baxt olib kelsin. Xayr.